Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Sunatullo Bahronov va bugungi videomizda manaki biz Minecraft o'ynaymiz, Java versiya. Telefonga tortmoqchi bo'lsangiz Google'dan nimadir deb yozinglar, esimdan chiqib ketdi. Manaki Telegram kanalimning QR kodi. Shunga o'tib a'zo bo'lib qo'yinglar. Men yangi video chiqayotgan payti sizlarga yozib kommentariyalarda xullas gaplashib o'tiramiz. Bugun manaki mana shu taxtdan chopib olamiz. Taxtdan chopib bo'ldim. Menga taxta kerak. Taxtdan pustini archib oldik. Endi biz nima verstак yasaymiz xullas. Ortib qo'ygan bu yerga olamiz. Hozir do'stlar protsessni tezlashtiraman. Nima shtobi tezroq bo'lishi uchun, chunki bittala sekin vaqt ketdi-da. Tez qilib teramiz hozir. Manaki qo'yamiz. Hozir menga bolta kerak edi, bolta yasash kerak. Bolta. Manaki bolta. O'zi bolta bu tarafga qilib yasaladi desam, bu yoqqa ekan. O'zi men Minecraft'imda sekin o'ynayotganimga qilmaylar do'stlar. O'zi men yangi o'ynayapman, ham telefonda qiyin. Kirkani yasab oldim. Bo'ldi. Endi nima qilish kerak? Bo'ldi. Mana uni chopamiz va chop bo'ldi. Ana endi daraxt chopishga o'tamiz. Daraxtlarni chop. O'yinchoqda qotayapti. O'zi qotmaydi do'stlar. Prosta nima birinchi kirgunizcha shunday qotadi, keyin bo'ldi, ishlab ketadi. 1.16.5 versiyada ham eski versiya qotibdi. Manaki daraxtlarni chopib olamiz. Bugun kechga stream bor. Obunachilarim bilan gaplashaman chatga. Xohlaganingiz kirib chatga ko'rib qilsanglar bo'ladi. Do'stlar, endi siz mana misol bir haftadan keyin ko'rayotgan bo'lsangiz ham bugun desam ishonmanglar, chunki bugun mana nechinchi kun deb bilmayman, lekin xullas anoda stream bor. Mana shu videoga qaraysizlar qachon qo'yilgani, keyin bilaverasizlar. Soat necha bo'ldi? 19:25 bo'libdi. Hozir bizga 20:00 larda stream boshlayman. Obunachilarim bilan gaplashaman 20:00 larda. Birinchi daraxtni chopib olaylik. Qilib chopdim. Endi ketaman. Tosh topdim, yaxshi tosh. Hozir menga toshli kirka va shunaqalar yasab olaman. Do'stlar, aytgancha shu videoni men hozir ovozlayotgandim va bo'lib qoldi. Men pech yasab olmabman. Juda yomon. Manaki tezlashtirib ko'rsataman sizga. Bu juda ko'p vaqt resurslarni yig'dim. Oldimga bor. Ko'mir, uni ham ko'rmayapman. Ko'zim ko'r. Manaki bo'ldi. Biz qilich ham yasab olamiz. 2 ta bo'ldi. Manaki buni chopamiz. Tak. Bunday qilib men bilan ko'mirlarni olib olamiz. Siz qaysi youtuberni yoqtirasiz? Kommentariyaga yozib ketinglar. Men uchun Artifact yo Fixay shular yoqadi. Manaki men shunday qilib MrBeast ham yoqadi menga aytgancha. Toshlarni chopib oldim. Shuncha toshim bor, lekin bitta dona ham pech yasamadim do'stlar. Qo'rqaman qorong'idan. Ketdim. Tez. Yur qilib ketamiz. Qilich bilan bosib o'ldirib tayladim. Ana shu qon o'ldirish qiyin bo'ldi, lekin zamburlarni ko'rib qochib ketdim. Keyin qochyapman. Lekin ana shu tovuq juda qiyin bo'ldi o'ldirishga. Oxirroq bitta tovuqni o'ldirdim, u juda oson bo'ldi. Bitta bunday urolma chipta o'lib qolibdi. Manaki tepaga chiqdim. Do'stlar, qishloq qidirib yuribman-da. Endi bitta ham qishloq chiqmasa bo'ladimi? Pastga tushib oldim.
va ko'mir. Menimcha ko'mir ko'rindi. Ko'mir. Men mana bu joyga ko'mir ko'rmaganim. Siz ko'mir ko'rmagan bo'lishingiz mumkin, chunki mana bunday joy edi, lekin men ko'rdim. Qanday? Cheatermisan desangiz, yo'q, cheatlar yo'q. Ko'mirim ko'mib ketgandan ko'mir olmay ketyapman. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Yo'q, men cheater emasman, просто o'ynayotgan paytim shunday ko'rib qoldim. Men ovozli mana. Tak, bu yerda ozgina o'yin qilyapman. Dib. Burada 4ta jonim qoldi. Ovqat yeb olishim kerak. Qo'lim juda och. Lekin do'stlar, qishloq topolmayapman. Mana ketyapman. Tezroq yugur. Yor, xafa qilding yoringni. Tak, agar xohlasangiz qishloqi bilan ham video olaman. Kommentariyaga yozinglar. Qishloqi bilan ham video olaman. Qishloqi men do'stim bo'ladi. Qishloqi bilan anavi bitva stроителей. Nima desam bo'lar? Nima qurilishda, xullas, katta binolar quramiz. Kimniki zo'r bo'lsa baholaysizlar. O'shanda agar xohlasanglar like bilan podpiska bosib, kommentariya yozib qo'yinglar. Hozir menaka ketyapman, lekin qishloq topolmayapman do'stlar. Kim umrida shunday bo'lganmi? Bitta ham qishloq yo'q-ku. Voy billahi. 2ta jonim qoldi. Yuragim urilmayapti. 2ta jonim qoldi. Ay, sakra, malloch. Sakra. Aytdimki, Minecraft o'yna olmayman deb. Sizlar o'yna olasizlar. Zamburug' ham bo'ynaki joymi? Yaxshi, bitta joyga aylanayapman. Yo'q, boshqa joyga adashib ketdim do'stlar. Blat, nima yo'q? Bitta ham qishloq topolmayapman do'stlar. Kecham tushyapti yana. Divan topishim kerak. Divan qurishim kerak. Qo'y ham yo'q. Omadni ko'rapsizlar. Mana omadni ko'rapsizlar. Bitta urushga o'ldirdilar. Do'stlar, men shunaqa qilib ketyapman. Top qilib. Mayli. Lekin ovqat yeb olmadim. Kech bo'lyapti. Kech. Yashirinib olsam-mikan? Zombi keladi. Aytgancha do'stlar, agar ikkinchi qism chiqishini xohlasangiz, like va podpiska bosib qo'ying. 2-3 hafta orasida chiqadi. Voy, zombi! O'lib qoldim. Ikkinchi qism 2-3 hafta orasida chiqadi. Aniq emas lekin.